Bizlarning bugun tashrifimizda именно королевство. Farzandingiz tanlovi, bu sizni tanlovingiz. Xo'sh, qanday ishlaringiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ovqatlar qanday ekan? Güzelmi? Bog'cha yoqdimi sizga? Endi siz ishlab bo'lganingizda sizni farzandingiz konkretno sizga ishonchli qo'llarda bo'lishini xohlayotgandirsiz. Ha? Men sizga hozir bitta opamizdan o'ylab kiradi. Mana shu opa sizga hamma kartalarni ochib beradi. 3 ta guruhimiz to'ldi. Atiga 2 ta guruhimiz qolgan. 2 ta guruhimizga bolalarimizni yoshma-yosh qabul qilib olamiz. Bolalarimiz 4 mahal ovqatlanadi. Mashg'ulotlar rus tilida olib boriladi. Til o'qituvchilari keladi. Mental arifmetika bor, ingliz tili, taekvondo, gimnastika tugraklarimiz mavjud. Xonalari ham ko'p, 5 ta yana aytaman gruppa. Bitta xonasini ko'rsataman, qolganini o'zingiz xulosa qilasiz. Kelarsiz farzandlaringiz juda ham ishonchli qo'llarda, hamma narsa sifatli, issiqqina xonalar, qishda ham muammosi yo'q. Sizni yana aytaman, uyingizga yaqin joyda, jonkachalarni o'zi. Qanday ishlaysiz, qizim, yaxshimisiz? Agar mabodo sizga siz o'zingizni xudo xolasa farzandingizni shunaqangi ishonchli qo'liga bermoqchi bo'lsangiz, bu Navoiy shahar. Agar siz xo'li berib farzandingizni bog'chaga bermagan bo'lsangiz, yoki bermoqchi bo'lsangiz, ishonchli qo'llarga topshirishingizni so'rab qolamiz, chunki sizni uyingizda oldiginasida bu majburiy ijroni oldi. Mana Garden House'da birinchi etaji. Kelasiz, ana shunaqangi chiroyligina детский королевство bog'chalarning ichida eng arzoni va eng sifatlisi. O'zingizga agar xush ko'rayotgan bo'lsangiz, bu taraflarda детский площадкалар ham bor. Общий lokatsiyamiz bu yangi bozorda yo'li, majburiy ijroning prям tagginasida turgan ana shunaqangi obyekt o'zi. Pastda fitness tipalari bog'chani o'zi. Agarki ma'qul kelsa, pastda administratsiyasi nomerini qoldiramiz, farzandlaringizni ishonchli qo'llarga topshirishlarini so'rab qolamiz. Like bosinglar, maksimal onalarga yoki yangi murlarga tashlab bo'ladi.